Assalamu alaykum ekranlardagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi savodashlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyu madaniyat tarqatuvchi shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlash bozorlar sungan Şinjan İmran xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligidagi ular shundoq deydi programmasi. Ben program riyosatchisi Umid Tursun. Rahmat. Bugungi bu san programmamiz boshlanishdan avval men ikki tarafga savodashlardan bir so'rab baqsam. Tabiiy ofat to'g'risida nechilik tushunchalar bor? Qani, qaysinglar javob bersizlar? Marhamat. Menimcha tabiiy ofat deganimiz o't ofati, ondan kalkun ofati, ondan yer tavrash. Mana mushularning o'zi tabiiy ofat bo'lib hisoblanadi. Shundaqmi? Yana o'xshamaydigan fikrdikilar bormi? Havoning bulg'unishidan kislotalik yomg'ir yog'ish, undan boshqa hasharotlar ovib ketib, ofat deb kelish, shuma tabiiy ofatlar turi. Tabiiy ofatga kiradi. Shundaqmi? Tabiiy ofat deganimiz oldin ola mo'ljarligili bo'lmaydigan, kishilarga intayin ko'p ziyonlarni akildigan bir xil ofatni ko'rsatadi. Undaqda tabiiy ofat deganimiz zodi qandoq bir tushuncha. Bugungi bu san programmamizda biz dal mana shu to'g'risida tushuncha hosil qilamiz. Undaqda bugungi aziz mehmonimiz zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Mana bu kishi Avtonom rayonluq yer tavrash idorasining sobiq muavin boshlig'i, oliy injener, Avtonom rayonluq partiya maktabining takliflik professori, Avtonom rayonluq Tiliyiziq komiteti lug'at tekshirish bekitish mutaxassisi, yer tavrashni kuzatish, bayqash, oldini olish xizmati bilan 30 necha yil shug'ullangan to'hbikor ustoz Tunyoz Savut apandi. U ilgari oxir bo'lib, xalqning yer tavrashga oid bilimlardan foydalanish uchun xanzucha, inglizcha, uyg'urcha, qozoqcha seysmologiya lug'ati, xanzucha, inglizcha, uyg'urcha geofizika lug'ati, yer tavrash ofatidan mudofialanish bilimlari qatorliq lug'at va kitoblarni nashr qildirdi. Tangirtog'ining janub shimolida Tunyoz Savut apandining oyoq izi besilmagan yer yo'q deyishga bo'ladi. U avtonom rayon darajalik o'rinlardan tortib, chat, yiroq, kent, oliy maktablargacha berib, uyg'urcha, xanzucha tillarda yer tavrash ofatidan mudofialanish va ofatni yengillatish, yer sharining biologiya tarixi va insonlarning tadrijiy taraqqiyot tarixi qatorliq temalarda 100 necha maydon leksiya so'zladi. Uning kasbiy jihatdagi natijalari uni 2015-yillik Jungodagi 10 cho'ng ilm-fan tarqatuvchi degan sharafning sohibi qildi. Peshqadam to'hbikor Tunyoz Savutning ilm-fan sohasidagi izlanishlari to'xtab qolgani yo'q. U hozir Uyg'urcha, xanzucha ikki xil tilda Daqiqalik yalmavuz tabiiy ofat degan kitobni yozib o'tdi. Qaynonaqda qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi aziz mehmonimiz Tunyoz Savut muallimni saktimizga taklif qilamiz. Marhamat. Aleyküm assalam. Aleyküm assalam. Hoş geldiniz. Rahmat, marhamat. Assalamu alaykum savdoshlarım. Xush kelibsizlar. Tunyoz Savutdan o'tqisalam. Rahmat ustozga. Bayatdan biz savdoshlar bilan bir tema to'g'risida to'xtaldik. Ya'ni tabiiy ofat to'g'risida to'xtaldik. Undaqda siz mush tarafdagi mutaxassis. Bizga ozroq mush to'g'risida bir aniqlik bergan bo'lsangiz. Endi tabiiy ofat hamda bizga nisbatan tabiiy ofat. Amaliyotda tabiiy ofat deganimiz har xil g'oyishlar. Bu tabiatniki bir xil normaliy harakat holati. Endi bu tabiiy ofatni makro jihatdan turga bo'lsak, 4 xilga ayrıldı. Masalan, u bo'lsa geologiya ofati, meteorologiya ofati, astronomiya ofati, biologiya ofati. Boyagi savdoshlar degan, masalan, yer tavrash deymiz, yanartog'ning yer tavrash deymiz, qatorliqlar bu geologiya ofatiga mansub. Geologiya ofati bo'lsa, masalan, odatda ularning asosligi, masalan, birinchisi yanartog'ning portlashi. Volkan portlashi deb qo'yamiz. Bu bir. Ikkinchisi yer tavrash. Uchinchisi, masalan, qumlishish, cho'llishish tabiatniki. Masalan, mumbat tuproqlar nachar sharoitga duchor kelsa, bu qumlishib ketadi, nima, cho'llishib ketadi. Bu bir xil geologiya ofati. Ko'zimizga jiliqib turgani, qulog'imizda eshitib turgani yer tavrash. Yer tavrash. 100 necha million yil dinozavr deb bir maxluq yashagan dunyoda. Dinozavrni qisaqo? Dinozavrni qasinglar deb qaraysa. Men shu faqat televizorlarda ko'rib baqqan, uningda shu boshqa hayvonlarga qaraganda bek cho'ng, g'oyat cho'ng ko'rindi. Shunaka cho'ng, ondan biroz qo'rqinchli.
Biraz korkunçluk mu? Siz faqat biroz qo'rqaydi ekansiz-da, undan bek qo'rqib ketmaysiz. Azroq bir aralashgandan keyin shunlar do'sib ketisizlar chiqinglar shundoq qo'y. Bek yaxshi. Rahmat. Bu dinozavr aynı vaqtda xuddi bosh insonlardek yer sharininki hukmroni olib yashagan. 60 milyon yıllık burunqi vaqani hech kim ko'rib boqmagan, shundaymi? Boshda o'tkazilgan. Biroq olimlarning tadqiq qilish natijasi ayni vaqtda g'oyat zo'r bir meteoroidi, shu hozirgi Meksikaninki bir orolga kelib so'qilib ketgan. Cho'ng narsa so'qilib ketgandan keyin men yer postini teshyotdi. Yer postini teshyotsa, xudolik bir tuxumcha qilib ketganda ichidagi yanardaq moddalari butunlay yer sharini qoplab, necha yil, necha 10 yil yozilmay butunlay muz holat to'qangan o da yerga asos maxluqlar albatta yashamaydi. Shuning uchun dinozavrni meteoroid yo'qotgan deb faraz qilinyapti. Bugun sizdan so'zlamoqchi bo'lgan temangiz bo'lsa, daqiqalik yalmavuz tabiiy ofat. Sakmisiz qoldim olim. Qani, marhamat. Biz yer shari yashaymiz. Yer shari go'yo bizning onamiz. Yer shari xuddi bizning onamiz bizga oq sut berib baqqandek, bizni mumbat tuproq, hazm daryo, tugumas bitmas boyliq bilan ta'minlaydi. Biz xuddi onamizning qo'ynida yashagandek, tabiatning qo'ynida baxtlik, oromxuda yashayapmiz. Yer shari onamizni essoq shundoq mehribon, shundoq kuyimchan. Biroq go'yo bizning onamiz muhab bo'lib qolgandek, yer shari onamizmi ba'zi vaqtida ochiqlik qilishi mumkin. Mana bu ochiqlanish jarayonini agar biz tabiiy ofatga o'xshatsak, bu asosiyatga muvofiq bilinchi. Bu tabiiy ofat degan amaliyotda tabiiy ofat degan nima deb so'rasanglar, amaliyotda bu yer sharininki tabiiy holatining ifodalanishning biri. Masalan, yomg'ir yog'adi, kun chiqadi, kun patadi. Oy chiqadi, oy patadi. Bo'ron chiqadi, qor yog'adi, intayin normal. Shunami? Intayin normal. Agar buni bizga ziyon zahmat yetkazmaganlikdan buni tabiiy hodisa deymiz. İnsanlar mush yer sharidagi jonliqlarga ziyon zahmat yetkazgan mushundaq geofiziklik hodisalarni biz tabiiy ofat deb olamiz. Amaliyotda bu mushu yer sharininki tabiiy ofat degan geofizik hodisalarmi? Mushu yer sharininki normaliy harorati. Yer sharimiz, makonimiz yer sharini makro jihatdan bilsak yer posti, orqatlam, yer yadrosi deb ishga bo'linishmi? Ishga bo'lindi. Bu yer yadrosi orqatlamda yuqori temperatura, bir xil yuqori temperatura oqarjisin. Bu nimadan paydo, nimishga bunday bo'lgan desa, yer sharining ichidagi radioaktiv materiallarning radioaktiv reaksiya jarayonida mushundaq yuqori temperatura, yuqori suyuqlik mundaq holatda. Yer sharidagi biz bu deyotganimiz ekologiya muhitimiz qanday narsa desa, bizning yashash imkoniyatiga ega qilgan bir xil tabiiy muhit. Tabiiy muhit. Bu tabiiy muhit nimalardan shakllangansa, masalan, quyosh nuri. Oyning roli yer shari uchun quyosh bilan o'xshash muhim. Masalan, yer tebrashni olaylik. Yer tebrashni biz yalmavuz deymiz. Shundaymi? Yer tebrashning foydasi bormi yo'qmi? Cho'qim bor. Nima uchun desa, yer shari, yer posti, orqatlam, yer yadrosidan tarkib topganda qo'rqmaydi deyapman. Agar oranglardagi biringlar savol so'ramadinglar, sen qanday bilsang kirib baqqanmi? Hozir insonlarning bo'rg'lash texnikasi ara 12 kilometrga yetdi. Yer postining o'ttirchi qalinligi 33 kilometr. Tek insonlarning bo'rg'lash texnikasi shu yer postini teshiblanmadi. Moxorovich pasil deymiz, mush pasilga yetamidi.
Qanday bilding deb so'rasanglar, mushu yer tavrash dolqinni analiz qilish orqali bilgili bo'ldi. Hozirgi zaman seizmologiya nazariyasini qurg'uchi olimi Rossiyaningki Galtsin degan olim bunda bir bayon qilgan. Yer tavrash go'yo bir chiroqqa o'xshaydi. Yo'ritgan vaqti intayin qisqa bo'lsa-mu, biroq yer ichidagi yer ostini yo'ritib bera oladi degan bir bayoni bor. Hozir qandoq topimiz desa, butunlay asosiyatdan shu geofiziklik charlash. Masalan, bu yerni portlatgandan keyin bu yer to'lqini yer ostidagi moddalarning qandoq moddalarda qandoq holatda uyutadiganligini induksiya orqali buni bildigan iqtidorga ega bo'ldi. Endi shuning uchun mushu butunlay yerninki chunqur yeridagi masalan dengiz okean ostidagi nurg'un tabiiy boyliqlarni mush yer tavrash to'lqini orqali bilgili bo'ldi. Mana yer tavrash bo'lmagan bo'lsa, bu texnikaga insonlar egolanmaydi. Mush texnikaga ega bo'lib, mushu yer ostidagi boyliq, tabiiy boyliqlarni tepishda bir xil intayin apchil qurolga ega bo'ldik. Bundaq misollar intayin ko'p. Shuning uchun bu tabiiy ofatni biz faqatlam ofat deb turib olsak bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushunish, to'g'ri o'rganish kerak. Qanday qilib mush tabiiy ofatning oldini olish, taqobil turish, ofatning ziyinni yengiltish qilishga tegishli ishimiz. Endi bu tabiiy ofat to'g'riliq umumiy bayon. Tabiiy ofat necha turga bo'lindi desanglar, tabiiy ofat 4 turga bo'lindi. Makro jihatdan bilganda. Birinchisi geologiya ofati. Geologiya ofati deganimiz geologiya va yer yuzidagi muhitlar geologiya harakati jarayonida buzg'unchilik uchrab insonlarningki yashash muhitiga ta'sir ko'rsatib, ya insonlarningki jiniga zamin bo'lsa, ya iqtisodiy ziyon qilsa, buni geologiya ofati deymiz. Makro jihatdan bilsak, yana 2 turga bo'lindi. Birisi tadrijiy tipdagi geologiya ofati. Bu intayin tujdirmay keldi bu tabiiy ofat. Kun siri. Masalan, yerning cho'llishish, qumlashishi u degan tadrijiy bo'ldi. Tadrijda o'zimiz tujmay qolamiz. Masalan, yerning o'tirishi, masalan, yer o'tirib ketsa, buning ustidagi imoratlar oldi bilan qingiydi. Agar taksi cho'ksa, buning masala yo'q. Agar bunda taksini qilsa, kunni bilmay qolamizda, hamma bir kuni gombotan tam o'rilgandan keyin o'ynim bo'ldimi deb qolamiz. Bu tadrijiy. Laylatga yaqin tog'ning gumurlishi, bunday voqealar. Bular shiddatli ofatlar. Geologiya ofatining ikkinchisi yer tavrash ofati. Bu yer tavrash ofatiningki geologiya ofatiningki eng ashaddiysi birinchisi yanataq. İkincisi yer tavrash. Bu shiddatli yer tavrash tabiiy ofatning. Andikini tadrijiy geologiya ofati nima desa, zaminninki cho'llashib ketishi va qumlashib ketishi. Jungo bo'libmi Xinjiangda har millat xalqi butun dunyo miqyosidagi masala bu. Endi bu bizningki tadrijiy tabiiy ofatninki eng ashaddiysi desak bo'ladi, tadrijiy. Nima uchun desa, bu tuproqlar bunday tuproqlar butunlay qumga aylanib ketsa, cho'llanib ketsa, bizning yashash imkoniyatimiz qolmaydi. Biroq kishini xo'shallantirganki, shu hukumat partiyaninki ham ahamiyat berish natijasida mana 10 necha yil bo'ldi, shu cho'llishish, qumlashish ko'lami tizginlab azayyotdi. Nurg'un ahvolda muhitninki qurbon berish badilda bo'lgan natijalar. Shuning uchun bu havo rayidagi temperaturaning illib ketishi asosligi shu insonlarning qo'yayotgan karbon 4 oksidi qatorliq parnik gazninki natijasi. Masalan, biz tasavvur qilib qo'yaylik. Dunyoda
Nima kam emas desa suv kam emas. Nima kamchilik desa tatliq suv. U okeanlik suvni bevosita ishlatilmaydi. Tuzliq suv. Hozir mana shu muzliqlarning erib ketishi intayin bir xil kaskin masala qoldi. Masalan, ba'zan axborotlar ko'rgansizlar, masalan, bu Latin Amerikadagi Patagoniya egizligidagi muzliqlarning selishtirma suratlarini ko'rgansizlar, burun qarsizligi miyariti, hozir miyag bo'ldi, palonni shunday usti qarab mengyotdi bu. Yer shari qo'yashga davr qilamiz, o'z o'qida aylandi, shuning uchun kunduzi kecha yoz, kuz, yoz deb menda fasl gariydi, yozda chiroyli etizlarimizni terib olamiz, kuzda hosil olamiz, nayt baxtli yashayapmiz. Bu mushu yer sharininki intayin muvafiq bir xil o'rinda ekanligidan derak berdi. Biz quyoshning nurini bütün yer sharidagi bütün jonliqlar quyosh nuridan energiya elib o'zimizning jondachilik qilamiz. Quyoshmi Samanyol sistemasida o'zininki yana bir doirasiga davr qilib aylandi. Bu davri intayin uzun davr. Baş quyoshning o'zininki aktiv davr oldu, pasif davr oldu. Aktiv davrda ziyodi quyosh nurini qo'yiversan, yer sharidagi muhitga zo'r o'zgarish. Ay shari bizga yer shariga o'ttiruvchi orlig'i 380 kilometr. Mush ay shari bo'lmagan bo'lsa, yer sharininki pastli bunchilik ritinlik bo'lmaydi. Andan keyin, masalan, deniz suyini ay sharining olamlik tortish kuchi buni dalolg'itib turdi. Chayqab turdi. Bo'lmaydigan bo'lsa, bu suyning temperaturasi ba'zan yerlar to'lib ketib, ba'zan yerlar isib ketgan bo'lsa, uning natijasini buldu desa, quruq tarafda yo'l yig'illar bo'lmaydi. Shuning uchun ayning roli uchun astronomiya opti shu yer shari turgan muhitdagi barliq astronomiya jismlar bizning qo'shnilarimiz ninki holati bizga ta'sir etadi. Bo'lib quyoshninki, ayninki. Ani yana birsi osmon jismida bu shu 8 planetninki orbitasi intayin ritimlik. 8 planet ara hergiz qatnash hodis bo'lmaydi. 65 milyon 500 ming yil burun mushu bir meteoroid dinozavrning naslini qurib ketgan. Shuning uchun bu astronomiya opti mo intayin xatarlik bir afat. Ba'zan eg'onaga ishonmanglar bolalar. Voy bir meteoroid yer shari qarab ketibdimish. Yer sharini so'qqidakmish. Zamoniy oxir bo'ldi ekanmish degan gaplar intayin ko'p. Amaliyotda hammasi yolg'on gaplar. Masalan, 10 qatim qildatlar yasalar, 10 qatim birinchi daraja mukofot erishgandim kichik ish. Shuning uchun buni ham qilib, kechis uyqumizga kelmay, yulduz qarab, darajaga marab ketish qat'iy ajoz. To'rtinchisi biologiya opti. Biologiya opti bo'lsa, har xil o'simliklarga yuqadigan kasalliklar. Bu ba'zanlari virusdan buldu, ba'zanlari mikrobdan buldu. Andan keyin hayvonotlarga bo'lgan kasallar, yuqumli kasallar va kaza. Andan kichik hasharotlar, jonliqlar. Masalan, shoshqon deymiz, chekatki deymiz. Yana boshqa kichik hasharotlar ofat tugatsimi bu intayin qirg'inchilik xarakterli ofat. Mana shu Yevropada necha qatim shoshqon vabosi bo'lgan. Her qatim shoshqon bir vabo bo'lgan chog'da shu 3dan 1 qism odamlar o'lib mangan. Chechak deymiz. Masalan, tuberkuloz deymiz. Hozirgi zamonda yana yangi ba'zan viruslar noytilqi saçlarını açtıp insanlığa vacısını yeymen dep kevatıdı. Mesela bu bolsun AIDS, Aybla, yine bazıları var. Şimdi ama hani gün mesela hayvanatlar, insanlar ortak kuran keseller, mesela kuş zukamları deyimiz, muşlarla yaşadıyız. Medisina terakki kılış neticesinde muşundak zukamlarını, muşundak vaba, muşundak jukumluk kesellerini asasiyatını tizgilli aldı.
Biz antibiotik doğrularını icad qildik, penisilin qatarlıq. Ondan keyin vaksina. Muşunda antibiotik doğrularını qalan qan işletişimi muşu virus ulamı tədrici tərəqqi qilib antibiotik doğrularını qo'ymaydigan holat keldi. Güzel Cungo, güzel Şinjan'ı barpa qilamiz. Davatimiz. Bu güzel Cungo'nu barpa qilish faqatlam bir xil siyosiy shuur emas. Bunun içindeki naiti jiq ko'p mo'l mazmun bor. Bunun da biz mushu negizlik masala. Biz sijil taraqqiy qilamiz davatimiz. Mushu muhit bilan do'stona o'ssak, bizning sijil taraqqiy qilish orzuyimiz amalga oshadi. Cheklik yer sharidagi boylik, mushu suv, mushu havolarning faqatlam bizning bir avlodning emas. Bizning navri chavrlimizning bir rizqi bor. Shuning uchun hozirdan boshlab hammamiz har bir qadamimizda, har bir irgillab bosgan qadamimizda to'xtab tur. Men qadamim durust bo'ldimi yo'q. Aqibatinim bo'ldim. Mana o'ylashimiz kerak. Bizning ona makonimiz yer sharini xuddi bizning onamizni asirgandek asırışımız gerek. Sizning so'zlagan nutqlaringizning asosida bizning naq maydondagi savoqdoshlarimiz shundaqla yoshlar vakilining chiqargan savol bor ekan. Bundaqda birlikda anglab boqamdik. Oldi bilan savoqdoshlarnikini olaylik. Ba'zida yataversa bir qism kishilar faqat his qilinmaydi yoki bo'lmasa bayqayolmaydi. Undaqda bu nima sababdan deydi? Bu savolni qaysi savoqdosh so'rdi? Siz odatda yataversa qat'iy sezmamsiz? Ba'zida yatavergan chog'da nurg'un kishilar his qila oladi, lekin yana ba'zan bir kishilar bo'lsa yatavergan his qila olmaydi. Ajab men his qilmadim-ku, qachon yataverdi deb so'raydigan ahvollar doim uchrab turdi. Shunga mushu zodi nima sababdan shunday ahvol yuz beradi? Mushdagi asosiy sabab zodi nima? Mushdan bir javob beramiz. Endi bu yataverishni insonlar odatda 3 baldan tuvan yataverishni odatda o'zining tuzg'isi bilan sezmaydi. 3 baldan yuqori, qancha yuqori bo'lsa, bu yerninki zilzila ahvoli shuncha kuchli bo'ldi. Bu o'ng tanasib masala. Agarda siz turgan muhitda 8 bal yatarib qolgan holatda qirisizmingizni bir ko'ray. Bu cho'qim sizalaydi. Sizalaydi. Ma yataverishninki quyutilgan energiya bilan o'ng tanasib. Ondan keyin siz turgan shu toshkininki geologiya ahvoli bilan munosabatlik. Odatda uzilmaninki aktiv uzilma. Uzilmaninki shu ipcho'risda ya o'tirsangiz bu yataverishninki quvvati shada zo'rlanadi. Yerning silkinishi keskinroq bo'ldi. Agar bu üzülmeniz qancha jiroq bo'lsa, bu silkinish darajasi shuncha ojiz bo'ldi. Shuning uchun siz turgan nuqta agar aktiv üzülmelarga qancha yaqin bo'lishi, markazga yataverishning markazi qanchalik yaqin bo'lishi, endi siz turgan imoratlarning egiz tuvanligi. Masalan, qancha egiz bo'lsa, u masalan bir daraxtning tuviling chimaydi. Daraxtning uchiga chiqsilganda men Lappan şey demez mi? Şunun için bu intayin murakkab masala. Yer təvrigəndə canlı qutuldurushning usullaridan bir qanchani deb bergan bo'lsangiz, qaysi o'rinda qanday usullarni qo'llanish kerak deydi. Endi bu yer təvirgan chog'da qanday tadbirni qo'llanish kerak to'g'risi so'rasangiz, amaliyotda men bu savolga javob beramayman. Nima uchun desiniz? Chunki siz yer təvirgan chog'da qanday sharoitda siz deb beramaysiz. Ya uxlayotganmi? Ya egiz binodimi? Ya etiz sahrodimi? Bu ahvoldan siz deb beramaysiz. Biroq men bu yerda bir necha prinsipni deb beraman. Ha, bo'ldi. Birinchisi, odam to'juqsiz zarbaga uchraganda intayin salmoq bilan tabiiy inkas qaytarsa bu durust bo'ldi. Agar tamtirib ketgan chog'da qaytargan inkasi emas, asosiyatdan xato bo'ldi. Shuning uchun oldi bilan yatavergan chog'da nihoyat salmoqlik bilan
özümüzün turgan joyini, özümüzün turgan ahvalini analiz qilib, özümüzge en faydalı tedbirini tabii halda kullansak. Bu durus buldu. Mesela hazır yeter öketti. Biz 12. kavatta. Vinton yatavırış kançılık davamlaştı sanlar 2 sekund. 2 sekund bırak 100 sekundun içinde 80 sekundun içinde boğuluk bu oldu. Şu için mesela siz 2 minut bir vakit vereyim. Siz ne kaçalayısınız? Aldı bilen özünüzge paydalık. Mesela bu şiranın astığı müküveliş, mesela bir törük, mesela bir bulun kolumuzga çıqqanda aslında beşimizni qo'g'dash. Albatta siz agar dalada olsanız, yo'misi bir chedir o'ylarda olsanız, yo'misi bir aramgohda olsanız, chiqichamdab chiqadigan ko'zingizga albatta chiqib ketish to'g'ri. Biroq hozirgi mutlaq ko'p ahvolda oldi bilan darhol bükünüp özümüzün en paydalı şaraatta. Hani yer to'xtagandan keyin darhol ketish kerak. Qaçqan chaqda dastinib ketish, mesela liftga o'tirish, mana shunday ishlardan saqlanishimiz kerak. Ba'zi vaqtda bu imoratlar yatavrashda darhol o'rilib ketmay, ba'zi birdan turib go'motang tushgan ahvollar bor. Shuning uchun shu yatavrash tinchigandan keyin amal bor ketish kerak. Lekin agarda tashkillaydigan adam bo'lsa, cho'qim tashkillaydigan odamlarningki komanda buyruqlariga rioya qilishimiz kerak. Andan keyin qaçqan vaqtda bizning ijtimoiy burchimiz va o'zimizningki shaxsiy burchimizni ato qilishimiz kerak. Masalan, oshxonada agar osh yetib olsak, ketishdan burun shaqqitanga gazning klappasini yetib o'tish, poyezdning shofiri bo'lsangiz, uni tormozlab o'tish, oshlarni qilib o'tib ketsa, balkim shu kichikdan sizning bir harakatingiz bir uy, hatto bir malni qo'g'dab qoldingiz. Rahmat olim. Siz hayotingizga xavf yetadigan ahvolga uchrab baqqanmi? Shu chaqdagi hissiyotingizni bilib baqsaq deydi. Shunaqa bir yerda o'rgan shu xizmat qilish jarayoningizda shunaqa bir tekshirishlarni qilayotgan vaqtida shunaqa bir qiyin xatarlarga uchraganmisiz? Yerda o'rgandan keyin tabrab bo'lgandan keyin naq maydonga boramiz, bu bo'g'liq bo'ldi, keyin qoldiq tabraslarga uchirgan. Biroq men misol mijozim misol nima ancha öylerde tekshirishni hep bağın çağır güldür 5 liramız uçsa da qarab qo'yib. Oy siz bek qo'rqinchli siz qanday olsa, qat'iylik qo'rqmasangiz unda olsa. Ya qat'iylik qo'rqmasmi emas. Baklik asti-ustim bo'lib ketgan narsalarga yo'liq boqmadim. Demak, Qaldiq tavrashlar odatda 3 ball, 4 ball, 5 ball bo'ldi. Undan ancha qo'rqib ketmasin bo'ldi. 3 ball, 4 ball, 5 ball qaldiq tavrash odatda qo'rqib ketmasin. Bir ya tavrash qaranglar, bir asos tavrash. Oldin tavrash bo'ldi. Bir asos tavrashdan burun oldi bilan bir normaliyat kichik ushaq taraf gommutang bir tavraydi. Taraf bo'lgandan keyin yana tavrab, andan keyin zaiflashib tinchlik boshlaydi. Shuning uchun biz oldin tavrashlarda analiz qilgan jarayon. Ani asos tavrab bo'lgandan keyin borimiz bizni duchor kelganimiz asosan qaldiq tavrashlar. Masalan, ya tavrgan chaqda hamma odamlar taloq qochdi, biz uy qochamiz. Nima desa desanglar, biz ishxonaga boramiz. Shu vaqtda men nada bo'lsam, qo'limdagi ko'zni qo'yib qo'yiblam ishxonaga yugurayman. Bu bizning bir xizmat olagimizda. Shu vaqtda vazifaga vaqtimda mening ijtimoiy burchim meni shu ishni qil deydi. Mana endi biz yuqorida savodashlarning naq maydondagi mehmonlarimizning so'ragan savoliga javob berib bo'ldik. Undaqda endi biz yoshlar vakilining qanday so'zlar bilan olib boqaylik, ha? Qani, marhamat. Assalomu alaykum Tunyaska. Sizningki yuqori tilg'ib o'tgan daqiqalik yalmavuz tabiiy ofat degan kitobingiz nashrdan chiqqandan keyin mushu xalq ommasininki mushu muhit asrash va atrofidagi keng xalq ommasining salomatligini qo'g'dash jihatdagi eng yuqori ko'tarish jihatda qanday rol va mushu jihat tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu javobni men berib olmayman. Uni kitobxonlar berdi. O'qib bo'lgandan keyin bersizlar. Biroq mening umidim shu tabiatni asraymiz. Tabiatni asrmasak o'zimizga o'zimiz qilib qo'ymaymiz. Lekin bu tabiatni faqatlam bizning bir avlodning tabiati emas. Bizning navr-chavrimizning rizqi va
Kök asman, süzük, hazım darya, yana baylık, pakiz tuprak, mışnaqlasını evlatlarımızı kaldırıp koysak, sicil terakki kılsak, degan bir sadani yangratmakçı. Mana shu kitob orqali. Rahmat. Qani, yandiraylar. Assalomu alaykum, Tunyaz Saud muallim. Kunlik turmushimizda muhitni qanday qilsak asirgan bo'lamiz, shu tabiiy ofatlarning kelib chiqishining oldini olish uchun. İnsanlar terakki kılış jarayonida tabiattan faydalandı. Tabiatni açıdı. Endi bunu aşma amal yok. Aşmışsak hazır şu 7 milyardan aşkan nüfusunu bakkal olmaydı. Endi hazırki mesele aşkan jarayonda qandaq şu boğan pasif tarafını en tüven dereceye düşürüp biz şu terakki kılsak. Bir surat vardı. Bir lingir taytak. Mayıqda bir jürüş düğünüp ketken tılla. Mayaqta yer şarı. Hazır ben sizden soray. Maşının işkidin birini tılladı, siz kalsın tıllaysız. Agar ilgari bo'lsa, tillarni talishi mumkin. Lekin bugungi sizniki muhit asrash va tabiiy ofatlar to'g'ri so'zlaganingizdan keyin mening tanlaydiganim yer shari. Chunki shu boyliqni bizga akab beradigan yanlar bizniki animakan yer sharimiz. Mana bugün mening adım chiqdi mana shu javobingizdan. Hatta hozir biz axlatlarni qanday qilyapmiz? Har xil axlatlarni so'lyo qaltiga tiqiblam, opirib chiqib mujdalam tashyapmiz. Bu ish biz bilan munosabatsiz. Bu qoldi. Mesela onun için bir batarya. Konurken bataryanı nim qilsak, agar aşı tashlagan bir batarya yer ostiga ko'milsa, bir bataryanın bulg'unishi, ba'zilarning deyishi hamda. Men sinab bakmadım buni. Yer ostida bulg'angan su bir odamning bir ömürlük suyunu bulg'ab bo'ldi ekan. Bir bataryanı. Yani bataryani ayrım saqlab, ayrım bitirab qilish sistemini qurish. Hozir hukumat tashabbus qilyapti. Axlatlarni arib, chiriydigan, axlatlar bilan chirmaydigan axlatlarni nechiga arib, 3 xil sanduq qilib biranga o'xshamaydigan. Ashunchalik ishni qilmayapmiz. Biz puhra nisbatan axlatlarni ashunday qilishimiz shart. Ben rostkamni qilsam, hozir men qilamadim buni. Şoňa har qandaq bir ishni yanıla özümizden başlaşmamız gerek. Özümüzden etrafımızdan başlaşmamız gereken. Rahmat. Hoş. Assalomu alaykum Tunyaz aka, siz bilan shu bugungi program orqali o'z ko'rishganligimda intan xursand bo'ldim. Siz xizmatda natija qozongan kasbiy xodim bo'lib qolmasdan oilangizda kuyimchan dada, mas'uliyatchan bir er ekansiz. Marhum rafiqingiz 4 yilga yaqin hamda kesel tatib urun tutib yetib qolgan vaqtida siz o'zingiz zalidan bir qo'lli xabar olib ekansiz. Haqiqatan oson emas. Shu chaqlarda siz xizmat bilan o'sha oilaga ajratgan vaqtingizni qanday qo'rlashtirgandingiz? Bunun ta'siriyatı so'zlab desanglar menga nisbatan ig'ir kelgan bir savol. Men mana 61 yosh kirdim, rafiqam ayrıldım. Mening uyimdagi 4 tamning birisi hozirgacha o'chiq. Uyda bo'ron uchiqliq. Men dadam bilan bir uyda hozir. Endi mening beshim kelganda har qanday odam kelmas. Biroq boshqa kelganda Botirga bir odam bo'lish sifati bilan, bir er bo'lish sifati bilan, bir o'g'il bo'lish sifati bilan, bir dada bo'lish sifati bilan o beşinizga kelgan yükni boshda deb bulanmaydi ekansiz. Kunlar o'tdi. Yana qo'shal boshqa kelganda Botirga.
Assalomu alaykum Tuniyaz muallim. Sizning bugungi qadar qo'lga keltirgan natijalaringiz va to'kpilaringizni o'zingizning jafoga bosh egmaydigan ro'yingiz va izchil tirishchanligingizniki javhariy deb qarashga bo'ldi. Undaqda muallim sizdan so'rab baqsam, mayli kasb jihati bo'lsin, mayli o'rganish jihati bo'lsin, sizningcha imkoniyat yor bergan ahvol ostida biz izchil holda tirishishimiz kerakmi yoki ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin uningdan natija qozonmaydiganligimizni o'zimiz bilgan vaqtda boshqa yo'llarni tanlashimiz kerakmi? Bu haqda misol keltirib so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Ben bir kitap kumar edem. Ben bilim öğrensem bunu neye işletemem de oylamayım. Yani bu bir gap var. Fırsat degende tayyorlik ko'rgan odamga xosdir. Shuning uchun bilimni o'rganish muqaddas vazifamiz. Bu bilimni mani o'rgansam nima foydasi bordi? Menga oqdan chiqadi yo zog'irdan chiqadi deb buni o'ylab o'rgansang o'rganmay qo'y. Shuning uchun buni o'rganib olsak o'zimizni qalbini to'qlaymiz. Kallamizni to'qlaymiz. Bir odam dunyoni o'zgartirmaydi. Faqatlam bilim orqali o'zining taqdirini o'zgartirdi. Bizning og'illarimiz bildi, men bir dehqon bolasi. Oddiy ishchining bolasi. Otanam dastlabki ömrünü dehqonchilik bilan shug'ullanib, keyin ishchilik bilan men bu dunyoga opriyda o'tganman. Mening shu har qatim o'ylayman, dehqon bolalari bilan farqim yo'q. Menda bakallah ashladi bor. Men qilganni ashlar tirishsimi qila oladi. Mening bir adoyligim bir necha kitobni ko'proq o'qib qo'yganlam ishim bor xolos. Shuning uchun yoshlarga tavsiya qildiganim bilimni o'rganinglar. Dunyoni o'zgartirmada men bu qilgan o'qiyallarni. Yoshlarning lekin shirin tushlari bektatlikda tog'ni talqon qilaman, bog'ni bo'ston qilaman deydi. Ay kun siri bu g'oya kichiklab ketdi. To'g'ri. Men bu shunday g'oyada bo'lgan. Hozir mening hozirgi g'oyam nima desa, o'rganganimni, bilganlarimni ko'proq haqla anglasa. Ancha muncha nap bo'lsa, bu birinchi, en cho'ng mening bir g'oyam. Endi keyin oila omon bo'lsa, bolalar vafodor bo'lsa, bolalarimiz jamiyatga to'q qo'shsa, oilamiz inoq bo'lsa, shuni xolos. Mening g'oyam kichiklab ketdi. Şu sizler yaşlar, tefekkürde pervaz kılsanlar o yaşlarınki alaylık. Bununla barkallah. Bırak, bu osmanda pervaz kılıştın birge özanlarının bilimlerin içindenler. Fakat bilimle yaşlarının takdirini özgertilerdi. Namıratçılıklardan kurtulduğumuz şu, nadallıktan kurtulduğumuz şu, hemmisi şu. Rahmat. Hadi. Tuniyaz ma'lum yaxshimisiz? Men Shinjang Yezgilik universitetining o'quvchisi Gulnar bo'lman. Siz shu yer tavrash tadqiqot xizmati bilan shug'ullanish jarayonida yo'liqqan qiyinchilik, zerikishni hal qilish jarayonidagi shu tajribalaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Ameliyatda bu singlimizning savolini yana ozroq kengaytgili bo'ldi. Hamda shu cho'l jaziralarga chiqqan vaqtingizda balkim telefonning signali totmaydigan ahvollar bo'ldi. O telefonu bir kısmı vaqtida. Ha, telefon yo'qmi? Dagi adamı yo'q vaqtida. Ha, voy, naqat olishdi. Xat yozay desangiz qalammi yo'q o'g'aydi qachon? Pochtaligin yo'q. Pochtaliyon yo'q. Shundoq ana shundoq vaqtlarda balkim oilangizni seg'ingan bo'lishingiz mumkin. Uningdan keyin ish pishiqingizni chiqiray desangiz ish pishiq chiqargidek joylar yo'q. Shuning hamda ashtaq vaqtlarda siz shu zerikishlik minutlarni qanday o'tkazdingiz yoki u minutlarni o'tkazishingiz sizga nisbatan zerikishlik emasmi? Zerikishlik emas deb qaramsiz ya. Endi men 82-yilda shuni bitirib Wuhan Geodeziya Kartografiya institutininki astronomik geodeziya fakultetini bitirgan. Bu yer sharininki yer postini o'lchaydigan bir kasb shu geodeziya tarafı bölündüm. 82-yıldan 94-yılgacha shu asosiyatdan shingli o'shnemda, chedirmashimda shundaq daite sargandalik turmuşlardı. Baştan köçegen, hatta şu kotallardım yatpaka o sıras. Anda bu cevap'a da sorap saldınız. Bu
japa degancha qarang, qizim. Agar bu ishning yaxshi yerini o'ylasang, voy, erkak deganni jangalga xos. Men degan jangal podshosi. Şoňa şundaq erkin bolganda eken, onuň size özüňiz ýaşy gördiň hyzmatny qylganda eken, şoňa o zerikişlik, japalygyny duýmapdy da sizge. Şoňa singlim, her bir işniň iki tarapy boladyçy. Şoňa ma'lum bir işga pozisiýa tutgan wagtymyzda çokum o işniki ýaxşy tarapyny köprek oýlasaňyz, o iş sizge nisbeten şundaq güzel bilindi. Amma siz şundaqly bir ýaman tarapyny görüpla kaldyňyz, o iş emde sizge aqança güzel bolsunmy, ýani okşaşla şunçalik qiyin japa toyuldy. Şoňa bir işga nisbeten biz zada qandaq pozisiýa tutamiz? Mana bu ustazymyzyň bizge demekçi bolgyny. Bolamdy? Rahmet sizge. Merhabat. Assalomu alaykum Tunyaz aka. Aleykümselam. Fan texnik sohasidagi yoshlarda qandaq ortiqchilik va kamchiliklar saqlanayotdi? Sizning ko'z qarashingizcha bizning jamiyatimizning fan texnikani taraqqiy qildirishda yana qandaq yaxshi iqtisod egalariga muhtoj? Mashaqida bir ikkilik so'zlab bergan bo'lsangiz. Hozirgi yoshlarda qandaq ortiqchilik, qandaq kamchilik va degan masalani bu yoshlar menga tafsiliy sirdishmoqmidim. Biroq hozirgi afzallik bizning ayni vaqtda o'rganish sharoitimizga qaragan chog'da osmon zamin farqi bor. Biz deganda men ingliz o'rganganim vaqtimda radio orqali o'rgandim. Odatdagi hamdaqlik kasetlik unalg'alarmi yo'qdi. U materiallar deganni kamdan kam. Shu radioda masalan shu sayfida shu vaqtda hammasini tashlab shu radioni quloqqa yiqib turib bir shu maktabning saynasida shu lag'aylab yurib shuni o'rganib shunday qilib o'rgangan. U materiallarni tepish masalan ingliz 9 jumla degan bir kitob bor. Shuni men yodlagan. Shu sharoatda andikin kitob degan kamchil vaqtlarda. U sharoatda shunday o'rgandik. Anikin men injener bo'lgan vaqtimda kompyuter programmasi degan narsani işletilgan kompüter batı. Kompüter ancha-muncha qo'limizga tekkan shu vaqtda. Biroq ishlatish uchun o'zing program tuzaydim. Men bu nurg'un programmani basic tilda o'zim tuzgan, shundaq japolik sharoitda qilgan. Hozirgi yoshlarcha asos chetdan nurg'un narsa tayyor. Bilgan narsani shu to'rdan shundaqlam so'z deganda valaqshib chiqadi. Anikin bu kitapxonalar kirsingda har xil chiqib men sadece shundaq zo'qinman yoshlarni. Shundaq afzal qo'linglar har yerga yetadi. Shuning uchun bu afzal sharoatga biz bahramand bo'lib boqmagan. Bizning mutlaq ko'p qismdagi yoshlar intayin munavar. Tirishchan, ziyrak, o'tkir. Bu bolalar bizning davlatimizning, millatimizning kelgusidir. Kamchilligi hozir ba'zi yoshlarda astoydil ruh yo'q. Qat'iy qiladigan ruh ba'zilarda bor, undaq bolalar bor. Biroq ba'zilarda shu ojiz. Ba'zan narslarni chunqurlab o'rganmaydi. Chunqurlab o'rganmaydi, ancha-muncha bilib olib, men bilib oldim, xolos. Deblam ketadi, bu intayin ziyonliq. Andan keyin mana shu o'rindiqda o'tirolmaydi. Ba'zilar. Bir gap bor. 8 soat ichida olim chiqmaydi. Sen olim bo'lgansan, cho'qim 8 soat ishlab chiqar, nima ishlash tizimini buyurib tashlab 10 soat, 12 soat ishlar yoshlarga men bu yosh vaqtimda 10 soat o'tasam, tonggacha o'tasam, chidaydim. Hozir atganda bir o'tirib olsam, soat 4-5larga ko'zimga umr ketadi. Oshundaq bir ruh bo'lmasa 8 soatlam o'rganaman desanglar, olim bo'lolmaysizlar, mumkin emas. Mana bugün biz Tunyaz muallimning bayonlaridan biz bilmaydigan tabiiy ofat desalar, ham shundaqli bir ishdi deydigan mushu uqumlar to'g'risida cho'nqur tushunchalarga ega bo'ldik. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ular shundaq deydi programmamizning bu soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonni ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh.